3 hafta oldin Madinada Nabaviy masjidida, 2 hafta oldin Makkada Ka'batullohga qarab turib juma namozlarini o'qishlik nasib qilgan edi. Kunlar ham juda ham tez o'tib ketyapti. Bugun yana qayta juma va o'sha changli havoda hamma so'ragan yomg'irlar bag'li yerga yopishib ketmasligi uchun ertalab vaqtlidan turib ko'chalarni bir-sida tozalab sipirib oldim. Keyin bo'lsa bolajonlarim uchun issiqqina somsani harakatini boshladim. Bitta xamir zapas uchun xolodilnikka olib qo'ydim, bittasini bo'lsa pishirish uchun. O'tgan safar oyimlarga somsa xamirini o'rab olgan edim, faqat margaringa qilganligim uchun qattiqroq bo'lib qoldi. Endi keyin safar qo'y yog'idan foydalangin deganlar uchun 50-50 qilib har doimgidek qo'y yog'i, margarinni solib somsa xamirlarimni tayyorlab, zuvalachalarni chiroyli qilib yoyib, keyin bo'lsa nachinkalarini to'g'rab tayyorlab, somsalarimni ham tugib, pechga qo'yib yubordim. Somsalarim pishguncha bekor tepasida turmaydi dedim, hovlarimni bir sidra tozalab oldim. Xo'jayin o'rmonga o'tim bilan Dubayga xotin bilan bor bo'lmaydi degan shiorga amal qilgan holda 10 kunga o'zlari Dubayga ketganlar, tuvlari bormi, to'ti, sava hammasini menga omonat qilib tashlab ketganlar, o'lib qolmasin deb $50 boqishga pullab. Endi o'sha $50 yoniga $50 qo'shib bitta qo'y olib qo'ymoqchiman. Shuncha tuv semirgan joyda bitta qo'y ham semirib ketdi. Orada choylarimizni ichib, qaynar buloqda qaynab chiqadigan idish tovalarimni yuvishni boshladim. Shu kunlarda rosa idish tova yuvadigan mashinka olgim keldi, lekin uylanadigan qaynukam bor, Jivoyni tavsiya qilyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Idish tova yuvadigan mashinkami yoki kelin o'sin, ya'ni qaysi birini ko'proq foydasi deb tutab ketmasligidan fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Pechlarimni ham bir sidra yuvib, keyin bo'lsa yozdan qolib ketgan shu 999 ta krossovkalarni 2 soat deganda tozalab yuvib oldim.